Sog'liqni saqlash vazirligi Salomatlik va strategik rivojlanish instituti taqdim etadi. O'rta Yer dengizi parhezi. Inson salomatligi, umrning davomiyligi, hayotning sifati ko'p jihatdan sog'lom turmush tarzi va to'g'ri ovqatlanish bilan chambarchas bog'liq. Chunki sog'lom taom nafaqat kundalik faoliyatimiz uchun energiya manbai, balki ko'plab kasalliklarni oldini olishning asosiy sharti hamdir. Buni dunyoning eng yirik ilmiy dasturlaridan biri Global Burden of Disease keng izlanishlari allaqachon isbotlab bergan. Mazkur xalqaro tadqiqotlar dasturi dunyo bo'yicha turli mamlakatlarda millionlab insonlar salomatligini tahlil qilib, qator kasalliklar va ularning yuzaga kelish sabablarini o'rganadi. Shu jumladan ovqatlanish bilan bog'liq xatolar ham chuqur izlanishlar diqqat markazida bo'lgan. Ushbu dastur ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekistonda ham qator xastaliklar aynan nomaqbul ovqatlanish madaniyati va ba'zi mahalliy odatlarimiz bilan chambarchas bog'liq. Mazkur video qo'llanma davomida yuqorida tilga olingan xalqaro nufuzli dastur tomonidan global miqyosida, xususan O'zbekistonga doir tadqiqotlar, tajribalar, unga ko'ra amalga oshirilgan xulosalar va ilg'or tajribalar bilan tanishamiz. O'zbekistonda ovqatlanish bilan bog'liq vaziyat va holat. Xo'sh, O'zbekistonda ovqatlanish bilan bog'liq asosiy muammolar nimalarda namoyon bo'ladi va qanday omillar salomatlikka salbiy ta'sir ko'rsatadi? Ma'lum bo'lishicha, O'zbekiston aholisi orasida tuzni me'yoridan ko'p iste'mol qilish keng tarqalgan. Bu esa qon bosimining ko'tarilishiga, yurak va buyrak kasalliklariga sabab bo'ladi. Shuningdek, so'nggi yillarda taxminan 80% dan ziyod aholi, ayniqsa yoshlar tomonidan gazli ichimliklar, shirinliklar, tez tayyor bo'ladigan oziq-ovqatlar, fast-foodni ko'p iste'mol qilish natijasida semizlik va diabet xavfi keskin oshmoqda. O'z navbatida o'zbekistonliklarning juda ko'p qismi o'z ratsionida yurtimizda mo'l-ko'l bo'lgan meva va sabzavotlarga yetarlicha o'rin berishmaydi. Bu organizmda vitamin va minerallar yetishmasligini keltirib chiqarishini esa hech kim nazarga ilmaydi. Vaholanki, Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti tavsiyalariga ko'ra, har bir inson kuniga kamida 400 gramm meva sabzavot iste'mol qilishi kerak. Hisob-kitoblar yana shundan dalolat beradiki, kundalik iste'molimizda butun donli mahsulotlar kam bo'lib, evaziga asosan oq undan tayyorlangan non, xamirli taomlar, manti, chuchvara, xonim, norin, lag'mon, beshbarmoq va makaronlar ko'p. Oqibati esa aniq: qonda qand miqdori va xolesterinning ko'payishi hamda qon bosimining doimiy xuruji. GBD dasturining ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekistonda noto'g'ri ovqatlanish bilan bog'liq bo'lgan asosiy kasalliklar ro'yxati tuzilgan va ular quyidagilar. Yurak-qon tomir kasalliklari eng ko'p o'lim holatining sababchisi. Ikkinchi tur qandli diabet xastaligi, noto'g'ri ovqatlanish va ortiqcha vazn sababli tez sur'atlarda o'sib bormoqda. Insult, haddan tashqari ko'p tuz iste'mol qilish qon bosimining ko'tarilishi tufayli sodir bo'lmoqda. Saratonning ayrim turlari xavfining oshishiga ratsiondagi noto'g'ri ovqatlar, ya'ni ko'p qovurilgan, qayta ishlangan va dudlangan go'sht iste'moli sabab bo'lishi mumkin. GBD dasturi doirasida qayd etilgan ilg'or ijobiy tajriba tahlili, kasalliklar yukining global tahlili nomli dasturi doirasida turli mamlakatlardagi ovqatlanish odatlari chuqur o'rganilib, qaysi turdagi parhezlar inson umrini uzaytirishi hamda kasalliklar xavfini kamaytirishi aniqlangan. Keng qamrovli tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, Yevropaning ayrim mamlakatlari, xususan Italiya, Ispaniya va Fransiyaning janubiy qismida yashovchi insonlar to'g'ri ovqatlanish bo'yicha dunyoga ibrat bo'la oladi. Mazkur hududlar aholisining ovqatlanishida asrlar davomida shakllangan O'rta Yer dengizi parhezi nomi bilan tanilgan ratsionga rioya etishi ular salomatligini saqlash va umrini uzaytirishida eng samarali modellardan biri sifatida tan olingan. O'rta Yer dengizi parhezining asosiy jihatlari va foydasi. Tadqiqotlar davomida Italiya, Ispaniya va Fransiya janubidagi aholining ovqatlanishida quyidagi o'ziga xos xususiyatlar aniqlangan. Ular hayvon yog'i, xususan qaymoq, saryog' yoki margarin o'rniga tarkibida to'yinmagan yog' kislotalarini saqlovchi zaytun yog'idan foydalanishadi. Har bir inson albatta vitaminlarga, antioksidantlarga va ozuqa tolalariga boy bo'lgan sabzavot, salat va mevalarni doimiy ravishda kuniga kamida 900 gramm iste'mol qilishi qayd etilgan. Aksariyat taomlarda qizil go'sht kamroq, asosan baliq va dengiz ne'matlari ishlatiladi. Bu hududlardagi odamlar haftasiga kamida 5-6 marta
tarkibida omega 3 yog' kislotalariga boy bo'lgan baliq yeyishga odatlangan. Non, makaron va boshqa don mahsulotlari O'zbekistondagidan farqli o'laroq oliy navli oq undan emas, balki tarkibida ozuqa tolalari bisyor bo'lgan butun boshoqli donlardan tayyorlanadi. Italiyaliklar, ispanlar va fransuzlar uchun ovqatlanish shunchaki biologik ehtiyoj emas, balki muhim ijtimoiy jarayon sifatida namoyon bo'ladi. Oila a'zolari, yaqin do'st va qo'ni-qo'shnilari yagona dasturxon atrofida yig'ilib, yoqimli suhbat orasida bamayla xotir ovqatlanishadi. Bu ham salomatlikka ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shu bois mazkur hududlarda yurak-qon tomir kasalliklari, infarkt, insult va ular bilan bog'liq bo'lgan o'lim holatlari boshqa mamlakatlarga nisbatan ancha kam. Jumladan bu ko'rsatkich O'zbekistondagiga nisbatan 11 barobar past. O'rtacha yashash davomiyligi bo'yicha esa ular Yevropada eng uzoq umr ko'radigan xalqlar qatorida e'tirof etiladi. Shuningdek, ortiqcha vazn va semizlik tarqalishi nisbatan past, chunki ratsionda yuqori kaloriyali, qayta ishlangan mahsulotlar emas, balki tabiiy va toza ovqatlar ustuvorlik kasb etadi. Xulosa o'rnida, Shunday qilib, O'rta Yer dengizi parhezi bu dunyo bo'ylab eng ko'p targ'ib qilinadigan, tavsiya etiladigan to'g'ri ovqatlanish tartiblaridan biridir. uning mohiyati tabiiy, qayta ishlanmagan mahsulotlardan iborat bo'lib, ko'p miqdorda sabzavot va mevalar, donli mahsulotlar, dukkakli o'simliklar, yong'oq va urug'lar iste'mol qilishni nazarda tutadi. Asosiy yog' sifatida esa zaytun yog'i ishlatiladi. Qizil go'sht va parranda ham kam miqdorda, baliq, tuxum va o'simlik oqsil. Dukkaklilar, qo'ziqorin esa ko'proq tavsiya etiladi. Sut mahsulotlari me'yorida, shirinlik va tuzli taomlar esa juda cheklangan holatda iste'mol qilinadi. Shuning uchun sog'lom va tabiiy ovqatlanishning eng yaxshi namunasi sifatida jahon tibbiyoti tomonidan e'tirof etilgan. Ko'rib turganingizdek, ovqatlanishning mazkur tartib tamoyilini amaliyotga joriy etishda hech qanday g'ayri-murakkab mashg'ulot yo'q. Hamma gap zararli odat va ko'nikmalardan voz kechib, ma'lum me'yor va mezonga amal qilishimizda xolos. Bir so'z bilan aytganda, O'rta Yer dengizi parhezi deb nomlanuvchi ovqatlanish tizimini hech ikkilanmay kundalik turmushimizda ham keng joriy etish mumkin. Qolaversa, mamlakatimizda ovqatlanish bilan bog'liq bo'lgan muammolarni bartaraf etish maqsadida joriy etilgan kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Bunda uni vitamin va minerallar bilan boyitish dasturlari, bolalar va ayollarga mikroelementli preparatlar berish, iste'molchi ma'lumot tarkibini oson anglash uchun tovarlarda rangli etiketka joriy etish, oziq-ovqatlarda trans yog'lardan foydalanishni cheklanishi, to'g'ri ovqatlanish va sog'lom turmush tarzi haqida targ'ibot va ta'lim dasturlari amalga oshirilmoqda. Xulosa qilib aytganda, agar biz ham milliy taomlarimizni, kundalik ratsionimizni zamonaviy salomatlik talablariga moslay olsak, o'ziga xos uyg'unlikni yarata olsak, o'zimiz va kelajak avlod uchun sog'lom va uzoq farovon hayotimiz uchun poydevor yaratgan bo'lamiz. Agarda sizga hammasi tushunarli bo'lgan bo'lsa, qani keling, marhamat. Taom bo'lsa sog'lom va sarxil, ozor chekmas tanamiz butkul.